I think this kind BM this annual meeting is really valuable and effective. Presentation show BM is very professional, also very have good long-term business strategy company. We believe BM and Huawei together this year we can good starting our truth to in 5 years. I believe both parties together can win the market. Bugungi Samsung kompaniyasi bilan birgalikda bir jamoa bo'lib BM tadbiriga keldik. Ushbu tadbir juda ham maroqli, qiziqarli o'tmoqda. Kompaniyani yangi qo'llayotgan innovatsion podxodlarini 2025-yilda qilmoqchi bo'lgan rejalarini ko'rib biz hayratda qolamiz. Chunki bizning partnyorimizning g'alabasi bu bizning g'alabamiz degani. Shu sababli bugungi tadbirda ishtirok etib, birgalikda 2025-yilga yangi planlarni, yangi rejalarimizni, qilmoqchi bo'lgan proyektlarimizni birgalikda muhokama qilib, oldingi bo'lgan bir rejalarimizni bilan almashib, fikrlashib, yangi ustuvor vazifalarni oldimizga qo'ydik. O'ylaymizki, 2025-yil ikkala tomonga ham foydali va quvonchli, ko'p g'alabali bo'ladi deb o'ylaymiz. На самом деле мы очень благодарны, что коллеги из BM организовали такой праздник сегодня. Сегодня очень хорошая погода, очень много людей, позитив царит вокруг. Почаще бы мы это организовывали, не только один раз в год, хотя бы раз в полугодие. Поэтому со стороны компании Xiaomi мы верим, что тот таргет, который BM ставит в этом году 1 200 000 штук, да, продать смартфонов, дополнительно 200 000 это будут смартфоны Xiaomi. Мы сделаем все, чтобы идти вперед вместе с нашим стратегическим партнером компании BM. Спасибо вам большое. Congratulations for BM 2024, get good result. 2025, keeping make new record.